Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari hamda texnika ishqibozlari, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Sotiladigan avtomobil yoki avtomobil agregat texnika traktorlaringiz bo'lsa, bizga reklama xizmatiga bog'lanishingiz mumkin. Biz texnika agregatlaringizni YouTube'ga hamda ijtimoiy tarmoqlarga reklama qilib beramiz. Mana endi birin-ketin sotiladigan texnikalar bilan tanishsak, biz sotiladigan texnikalar mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan M380 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 2007-yil ishlab chiqarilgan. Traktorning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda, bir kalitda zavod bo'ladi. Zadnimoz korobkasida shovqini yo'q, motori 1 gram yog' yemaydi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 130 million so'm. Meni ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana bu ekranda ko'rinib turgan ajoyib holatda bo'lgan M380 traktorimiz sotiladi. Bu traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 1992-yil ishlab chiqarilgan. Texnikamizning holati a'lo darajada, bir kalitda zavodi bo'ladi. Zadnimoz korobkasida shovqini yo'q, motori 1 gram yog' yemaydi. Bu texnikani olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikani narxiga keladigan bo'lsak, narxi 50 million so'm. Meni ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarini akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan agregatimiz Samarqand viloyati Tayloq tumanidan bo'ladi. Bu agregatimizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda. Yerni ideal darajada tayyorlaydi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Bu agregatimiz narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda kelishamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu agregatga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Toshkent viloyati Bo'ka tumanidan bo'ladi. Bu agregatimizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini telefonda kelishamiz deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu agregatga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Farqab bor uyda yechilgan risola, qalin risol. Yili 2010. Bizda navbatdagi sotiladigan agregatimiz Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidan bo'ladi. Bu agregatimizning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda. Agregatimizning rammalari butun, bir joyga svarka tegmagan. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 26 million so'm. Meni ham kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, agregatni ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu agregatga qiziqishlar bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan barcha batafsil to'liq ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Sitkalar yangi sitka hali. Biron yerda yirtig'i yo'q. Ramalarda o'ynay. Mana bu yerda targ'ich. Sitkalar. Muz qo'llari. Sitkalar yangi sitka mana. Biron yerda yirtig'i yo'q. Zavodskiy. Quloqlari. Biron yerda yirtiq joyi yo'q. Qo'l. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi
MTZ-80X traktori. Bu traktorning ishlab chiqarilgan yili 2019-yil ishlab chiqarilgan. Holat a'lo darajada, zadnamos korobkalarda shovqini yo'q, motori 1 gram yog' yemaydi. Olasiz, olib borasiz va ishlatasiz. Texnikamizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 220 million so'm. Menam kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlari bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Ular yangi. Ming 300 soat ishlagan. Bizda navbatdagi sotiladigan texnikamiz Samarqand viloyatidan bo'ladi. Bu texnikamizning markasi T28 traktori. Bu traktorning holati a'lo darajada, hamma joyi soz holda. Zadnamos korobkasida shovqini yo'q, motori 1 gram yog' yemaydi. Olasiz, olib borasiz, ishlatasiz. Texnikaning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 20 million so'm. Menam kelishiladigan joyi bor. Kelsinlar, texnikani ishlatib ko'rsinlar deb aytib o'tmoqda akamiz. Bu texnikaga qiziqishlari bo'lsa, marhamat, yuqoridagi raqamga bog'lanib qolgan ma'lumotlarni akamizning o'zidan olishingiz mumkin. Traktor tashlashdi. Motor tashlashdi. Mangazcha turishchasi, ko'ryapti. Dud degan narsa yo'q traktorchada. 1 gram moy yemaydi. Rulchalarning burilishi mana. Rulchalarning burilishchasi. Mana rulchasining burilishchasi. Mana. Rulchalarning burilishchasi. Ko'ryapti. Mana yurishchasi traktorchani. Mana. Soppa-sop traktor. Olish kerak, minish kerak, haydash kerak faqat. Tamom. Mana traktorcha. Yurishcha. Haydang kattaroq skorga ol. Haydang. Mana traktorcha ko'ryapsizlar. Ketishchasini.